Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi masalamiz demak koordinatalari 20, 25, 20 bo'lgan A nuqta berilgan bizga. A nuqtaga deyapti. V tekislikka nisbatan simmetrik bo'lgan B nuqtaning proyeksiyalari chizmada va yaqqol tasvirda yasalsin hamda koordinatalari yozilsin degan demak shart berilibdi. Buning uchun biz avvalo simmetriya nuqta nimaligini tushunishimiz kerak. Hozir bu masalamizda buni bilib olamiz. Endi birinchi navbatda mana proyeksiyalar tekisligini qurib oldik. Gorizontal proyeksiyalar tekisligi H tekislik sariq rangda hamda frontal proyeksiyalar tekisligi ko'k rangda. HV deb demak bu yerda yozib o'tilmadi. Endi oldingi masalalarimizda ko'p bu haqda o'zlashtirganmiz. X, Y, Z o'qlarini mana yozib qo'ydik. Tepaga yuqoriga Z plyusdan, pastga minusdan. Y'imiz oldi tarafga plyusdan, orqa tarafga minusdan. X o'qimiz demak 0 koordinata boshidan chap tarafga mana plyus, orqa tarafga demak minus bo'ladi. Bu yerda demak biz choraklarda ishlaymiz bu masalani. 4 ta chorak, mana birinchi chorak, ikkinchi chorak, buni ostida demak 3-chorak hamda bu tomonda 4-chorak. Demak koordinatalari mana A nuqtamizda 20, 25, 20 ekan. Buning uchun 20 masofani mana bu koordinata 0 boshidan x o'qiga, demak x koordinatasi 20 ekan, mana bu x o'qi bo'ylab lineyka yordamida 20 o'lchab qo'yamiz. Y koordinatamiz 25 ekan. Y mana musbat bo'lsa plyusdan oldi tarafga, agar manfiy bo'lsa orqa tarafga o'lchab qo'yamiz. Demak bizda 25 plyus mana shu yerdan, demak oldi Y ga parallel qilib o'lchaymiz mana 25 ni. Z koordinatamiz esa 20 ekan, bu ham plyus ishorasi, demak yuqoriga o'lchab qo'yiladi. Agar minus bo'lsa pastki tomonga. Demak buni mana shu nuqtadan yuqoriga x o'qiga parallel qilib 20 masofa o'lchab qo'yamiz lineyka yordamida. Demak mana shu ishni bajaramiz hozir. Xo'p. Mana birinchi o'lchab qo'ydik x masofani 20 ni. Endi y masofani mana y o'qiga parallel qilib o'lchab qo'ydik 25 ni hamda bu nuqtani biz endi A nuqtani gorizontal proyeksiyasi bo'ladi bizda. A1 shtrix nomlab qo'yamiz. Z masofani o'lchab qo'yamiz. Ishorasi demak 20 plyusdan mana Z o'qiga parallel qilib o'lchab qo'ydik 20 masofa. Unga esa demak A nuqtani frontal proyeksiyasi A2 shtrix bo'ldi. Mana nuqtamizni proyeksiyalarini qurib oldik. Endi nuqtani fazodagi o'rnini aniqlash uchun mana shu A1 shtrixdan yuqoriga Z o'qiga parallel qilib chizadigan bo'lsak, A2 shtrixdan Y o'qiga parallel qilib chizadigan bo'lsak, bu ikkala bog'lovchi chiziqlar uchrashadi hamda mana shu yerda demak bizda A nuqtani fazodagi o'rnini berar ekan. Mana bu chiziqlarni chizib oldik. Mana bu hosil bo'lgan nuqta bizda A nuqtani fazodagi o'rni bo'ldi. A demak mana aniqlab qo'ydik. Demak koordinatalari 20, x, y 25 hamda z 20 bo'lgan A nuqtani fazoviy chizmasini qurib oldik. Masalan shartida shu A nuqtaga deyapti. A nuqtaga V tekislikka nisbatan simmetrik bo'lgan B nuqtani quring deyapti. Buning uchun demak A nuqtamiz birinchi chorakda joylashib turibdi. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Agar V tekislikka nisbatan simmetrik bo'ladigan B nuqta bo'lsa, demak V tekislikni orqasida bo'ladi. Bu mana bu tomonda, bu yerda demak ikkinchi chorakda joylashgan ekan B nuqtamiz.
ikkinchi chorakda joylashgan bo'lsa, biz b nuqtani koordinatalarini aniqlashimiz kerak. Buning uchun mana x masofa o'zgarmaydi. 20 ni o'zi x masofamiz mana bu yerdan oladigan bo'lsak, 20 ni o'zi keladi x masofa. Y masofamiz b tekislikka nisbatan simmetrik bo'lgani uchun mana qarama-qarshi tomonga ketadi. Minusdan, demak ishorasi y ni ishorasi minusdan bo'lar ekan. Demak minus 25 tomonga quramiz. Z ishorasi esa demak o'zgarmas qoladi. Demak 20 plyusdan. Mana yuqoriga qo'yadigan bo'lsak, mana shu yani o'lchab qo'ysak, biz b nuqtani qurgan bo'lamiz. Demak b nuqtani koordinatalarini aniqlab oldik. Mana ekranda chiqib turibdi. Demak endi mana shu koordinatalar bo'yicha b nuqtani quramiz. Mana x masofani o'lchab qo'ydik. Y masofani qarama-qarshi tomonga minusdan 25 ta o'lchab qo'ydik. Ya'ni ko'k chizig'imiz mana bu koordinata, y koordinata bunga teng uzunlik bo'yicha. Faqat ishorasi manfiy. Xo'p. Bu nuqtani biz b1 shtrix, b nuqtani y gorizontal proyeksiyasi. Bu yerdan z o'q bo'ylab o'lchab qo'yadigan bo'lsak, 20 masofani mana bu a nuqtani demak frontal proyeksiyasi bilan ustma-ust tushib qolar ekan bu nuqta. Mana b2 shtrix hosil bo'ldi. Endi fazodagi o'rnini aniqlashimiz uchun bu nuqtadan, demak nuqtalardan b1 shtrixdan yuqoriga, demak z o'qi bo'ylab bolovchi chizig'ini olib chiqsak, b2 shtrixdan y o'qi bo'ylab bolovchi chiziq y o'qiga parallel qilib olib chiqadigan bo'lsak, bu ikkalovi uchrashib bizga demak mana shu yerda fazodagi o'rnini beradi. Xo'p, mana bu chiziqlarni chizib oldik. Ikkalovi uchrashib bizga b nuqtani fazoviy o'rnini berdi. Bu yerda mana b nuqtani hech qanday shtrixlarsiz yozib qo'ydik. Demak a nuqtamiz birinchi chorakda ekan. Endi v tekislikka nisbatan simmetrik bo'lgan b nuqta esa ikkinchi chorakda joylashdi. Mana bu demak bu chizmamizni bundoq aylantirib ko'rishimiz mumkin. Bu yerda mana faqatgina y masofa plyusdan minusga o'tyapti. Demak a nuqtaga nisbatan a nuqtaga simmetrik bo'lgan b nuqta demak ikkinchi chorakda joylashgan ekan. V tekislikka nisbatan simmetrik nuqta. Demak bizga endi mana fazoviy chizmasini qurib bo'lganimizdan keyin epyurda qanday quriladi bu? Demak koordinatalar ma'lum. Koordinatalarni mana aniqlab oldik. A nuqtaniki hamda b nuqtani koordinatalari ham x o'zgarmadi 20, y minusdan 25 hamda z esa 20 o'zicha qoldi. Faqat y minus plyusdan minusga o'tdi. Endi mana shu koordinatalar bo'ylab demak nuqtamizni epyurni quramiz. Buning uchun x a nuqtani birinchi qurib oladigan bo'lsak, x mana koordinata boshidan x o'q bo'ylab 20 o'lchab qo'yamiz. Y imiz 25 ga teng. Mana y plyus bo'lsa pastki tomonga o'lchab qo'yasizlar. Agar y minus bo'lsa yuqoriga. Demak bizda plyusdan a nuqtaniki 25 pastga o'lchab qo'yamiz. 25 liniyaga yordamida. Z masofasi esa 20 ga teng ekan. Mana shu nuqtadan yuqoriga demak 20 masofani o'lchab qo'ysak, mana shu ko'rinishda demak nuqtani a nuqtani proyeksiyalarini qurib olar ekanmiz. Xo'p. Endi mana boshladik. 20 masofa o'lchab qo'ydim mana birinchi x o'qi bo'ylab. Bu nuqtani biz ax deb nomlasak, ax mana shu ax dan endi 25 masofani y o'qiga o'lchab qo'yamiz. Mana y o'qiga 25 masofa o'lchab qo'ydim lineyka yordamida. Demak bu chiziqlarimiz x o'qiga perpendikulyar bo'ladi. Buni biz bilamiz. Xo'p, bu nuqta a nuqtani ustidan ko'rinishi a1 shtrix gorizontal proyeksiyasi. Endi ax dan x o'qidan yuqoriga demak z koordinatani o'lchab qo'yamiz. Z bizda 20 ga teng. Mana
20 masofa o'lchab qo'ydik hamda bu nuqta demak A2 shtrix. A nuqtani frontal proyeksiyasi bo'ldi. Xo'p, mana A nuqtani qurib oldik. Endi B nuqtani quramiz. B nuqtani x koordinatasi 20 ga teng. Bizda mana 20 ustidan chizib oldim mana. Bu hosil bo'lgan nuqta bizda bx bo'lsin. Bx. Endi bx dan e'tibor bering. Y ga minusdan 25 ekan. Minus y bo'lsa, demak, mana shu bx dan yuqoriga o'lchab qo'yishimiz kerak. Minusdan 25 ni o'lchaydigan bo'lsak, mana minus 25 o'lchab qo'ydik. Mana shu nuqta bizda B nuqtani gorizontal proyeksiyasi. Adashtirmaysiz, faqat B1 shtrix bo'ladi bu nuqta. Negaki biz y masofani o'lchab qo'ydik bu yerga. Endi z koordinatasi 20, demak z ham ishora musbat bo'lganligi uchun bu ham yuqoriga o'lchab qo'yamiz. Mana shu bx dan boshlab. Demak, biz 20 masofani o'lchaydigan bo'lsak, mana shu nuqtadan mana 20 masofa bizda, demak, mana bu A nuqtaning masofasi ham 20 bo'lganligi uchun mana shu nuqta bilan ustma-ust bo'lib qoladi bizda B2 shtriximiz ham mana. Demak, mana o'lchab qo'ydik. Mana shu yerga, demak, B2 shtrix A2 shtrix bilan bitta nuqtada joylashib qoldi. Mana shu tartibda, demak, mana chizmamizni ham fazoviy ko'rinishi hamda epyorni qurib oldik. Bu yerda, demak, A nuqtaga V tekislikka nisbatan simmetrik bo'lgan B nuqtani qurdik. Demak, navbatdagi chizmamizda biz mana A nuqtaga nisbatan, A nuqta birinchi chorakda joylashgan, A nuqtaga simmetrik bo'lgan B nuqta. Faqat bu yerda endi gorizontal tekislikka nisbatan, H ga nisbatan simmetrik nuqta B nuqta ko'rsatilgan. Bu yerda, demak, x masofa mana A hamda B nuqtalarniki teng, o'zgarmayapti. Y masofamiz ham A nuqtaniki ham B nuqtaniki ham mana teng. Faqat z masofa mana ko'k liniya bilan chizganimiz. A nuqtaniki zimiz plus ishorasi, B nuqtani z masofasi esa minusdan. Shuning uchun, demak, bu B nuqtamiz birinchi chorakning ostida joylashgan, 4-chorakda ekan. Demak, bu yerda A nuqtaga H tekislikka nisbatan simmetrik bo'lgan B nuqta ko'rsatilgan. Demak, koordinatalari bu yerda, demak, faqat z plusdan minusga o'tar ekan. Demak, mana ko'rishimiz mumkin. A nuqtani koordinatalari 20, 25, 20 bo'lsa, B nuqtani koordinatalari 20, 25 minusdan 20. Demak, mana shu holatda mana bu H tekislikka nisbatan simmetrik nuqtalar. Xo'p, keyingi mana bu yerda bizga, demak, ko'rsatilgan bu nuqtalar ham simmetrik nuqtalar deyiladi, faqat x o'qiga nisbatan mana A nuqta birinchi chorakda joylashgan, B nuqta esa 3-chorakda joylashgan. Mana bu simmetriyaga bu yerda, demak, bizda mana bu x o'qimizga nisbatan simmetrik nuqta bo'ldi bular. A, B nuqtalar. Mana bu A nuqtadan x o'qidan o'tib B ga kelyapti. Mana shu tartibda, demak, biz A nuqtaga nisbatan bo'lgan B nuqtani ko'rishimiz mumkin. X o'qiga nisbatan simmetrik nuqtalar. Bu yerda mana masofalarni ko'rishimiz mumkin. Mana bu holatdan bizga yaxshi ko'rinishi mumkin. Demak, mana z ham A nuqtaniki plus z ishorasi, B nuqtaniki minus. Uzunligi teng bir-biriga, faqat ishoralar o'zgargan. Demak, A nuqtani y masofasi mana plusdan, B nuqtaniki y ga esa minusdan. Bundan ko'rinib turibdiki, demak, x o'zgarmayapti, y va z koordinatalar plusdan minusga o'tyapti. Bunday nuqtalarni x o'qiga nisbatan simmetrik nuqtalar deyiladi. Koordinatalarni, demak, ko'rishingiz mumkin. A nuqtaniki 20, 25, 20, B nuqtaniki, demak, 20, minus 25, minus 20. Demak, mana shu ko'rinishda, demak, simmetrik nuqtalarni aniqlashimiz mumkin.
nuqtani koordinatasi berilgan bo'lsa, faqat bu yerda uzunliklar o'zgarmaydi-da, ishoralar o'zgarishi mumkin tekisliklarga qarab. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, demak darslarimizni kuzatishda davom eting.